Oзвучka bergan odam Yorix. Bu toshbaqa o'yindagi eng muhim obyektlardan biri, lekin dunyodagi eng kuchli komanda uni prosta qo'yib yubordi. To'xta, nimaga? Shunga o'xshash va boshqa makroelementlar bu videoda o'tib chiqamiz. Masalan, kimga rotatsiya qilgan yaxshiroq? Qaysi bashyani buzgani yaxshi? Mid lanemi yoki gold lanemi? Pushning qanday turlari bor? Komandniy bo'y taktikalari, lord bilan qanday push qilish kerak va boshqa narsalar. Men qancha makroelement bo'yicha guideline ko'rib chiqdim, lekin hech qaysi bu videoga teng kela olmaydi. Masalan, hamma aytadi kartaga qaranglar deb, lekin hech kim tushuntirmaydi nima uchun kartaga qarashingiz kerak, qayerga qarashingiz kerak. Sizlar toshbaqa bilan lorddan tashqari yana nimaga e'tibor berishingiz kerak? Rolinglardan bog'liq. Agar sizlar les yoki romda o'ynasanglar, sizlar o'zingizlarni layneringlarni chek qilishingiz kerak. E'tibor beringlar. Qaysi liniyada minionlar bashniyalarga yaqinroq keladi? Agar sizlar o'tda fight bermoqchi bo'lsanglar, sizlarning kelayotgan yo'lda dushmanga ko'rinmasligini aniq bilib olinglar. Agarda sizlar layner bo'lsanglar, gold, major yoki expert, sizlar dushmanni triple midiga e'tibor berishingiz kerak, ya'ni rom, major va lesnik. Agarda kimdir ularda kartada yo'q qolgan bo'lsa, ehtiyotroq o'ynanglar, chunki farm qilgan yaxshiroq push qilib o'lgandan ko'ra. Prosta MPL o'yinchilariga qaranglar, ular o'yinni boshida tinchgina o'tda o'tirishni yoqtiradi. Agarda sizlarning soyuzniklaringiz sizlar tarafga kelayotgan bo'lsa, prosta hujum qilinglar, yoki dushmanlar kripini o'zingizlar bashniyalarga yaqinroq olib kelinglar, yoki pachkani o'ldiringlar agar sizlar push qilib agressiv o'ynashni xohlasanglar. O'zingizlarning kontrollinglar bor skillinglarni saqlab qolinglar, gang qilishganini ishlatish uchun. Esingizda qolsin, agar gang o'xshamagan bo'lsa, bu faqat sizlarning komandadoshinglarning aybi emas, sizlar ham xato qilgan bo'lishinglar mumkin. Bu tushunishinglar kerak bo'lgan birinchi narsa, chunki makro butun komandalarga ta'sir qiladigan bilim. Rotatsiya yo'llari, obyektlar, push qilish usullari, komandniy bo'yi taktikalari va bashnani buzish taktikalari. Xavotir olmanglar, biz osonidan boshlaymiz. Masalan, qachon passivni o'ynash kerak, qachon agressivni o'ynash kerak. Bu narsa uchun sizlar zaif va kuchli tomonlarni tushunishingiz kerak. Kartani ikkita zonaga bo'lish mumkin. Mid plus rom va mid plus exp. Sizlarning triple midinglar bo'lgan taraf, ya'ni rom, mid, les kuchli tomonda hisoblanadi. Boshqa tomon esa zaif. Zaif tarafda biz ehtiyot bo'lib o'ynaymiz. Kuchli tomonda esa biz agressiv o'ynaymiz, chunki komandadoshlarimiz oldimizda bo'ladi. Kuchli tomon hal qiluvchi bo'ladi, chunki u rotatsiyaga yo'l beradi. Agar sizlar ikkita professional o'yinchilardan so'rasanglar, ular sizlarga ikkita ikki xil rotatsiya etishi mumkin. Rotatsiyaning asnosini 3 ta bo'limga bo'lish mumkin. Birinchi rotatsiya esa yutqizilgan laynga yordam berish. Oddiy holatda sizlar yutqizayotgan laynga borib yordam berasizlar, dushman periferimga chiqib ketmasligi uchun. Lekin ehtiyot bo'linglar. Bu rotatsiya faqat sizlarni layneringlar siz keyinchalik eplay olishini bilsanglar, faqat shu payt ishlaydi. Agarda sizlarni layneringlar gangdan keyin ham yana boqishni boshlamasa, lekin bu gang sizlarni zaif layneringlar o'lish to'xtatib garantiya bera olmaydi. Shuning uchun sizlarni e'tiboringlar yutgan laynda bo'lishi yaxshiroq. Bu sizlarni komandanglarga kuchlarni yanada ko'proq o'stirishga yordam beradi. Ularga krabini o'ldirishga yordam beringlar, dushmanni o'ldirishga imkon beringlar. Sotgan tarafinglar esa qanchalik farmni qolib ketayotgan bo'lsa ham ehtiyot bo'lib o'ynasin, chunki qolgan 4 ta o'yinchilar bu katkani yutib bera oladi. Agar sizlar shu ikkita rotatsiyadan qaysi birini qilishni bilmayotgan bo'lsangiz, prosta cherepaxa tarafga rotatsiya qiling. Agar cherepaxa X line da bo'lsa, X line yordam beringlar, yoki desa gold line yordam beringlar. Agar cherepaxa o'sha tomonda bo'lsa, rotatsiyalar qaysi tomonga bo'lishidan qat'iy nazar ma'lumotlarni berib turish esingizdan chiqmasin. Masalan, sizlarni ubitsalar agressivniroq o'ynash uchun sizlar Franco's ultimate'ni ishlatganini yozib yuboringlar, yoki desa sizlarning dushmaninglar flick berganini, o'shanda sizlarning komandanglar agressivniroq o'nga o'yna oladi. Sizlar sezgan bo'lsanglar, hamma rotatsiyada o'zining maqsadi bor. Qaysi rotatsiyada dushmanni o'ldirish, qaysi rotatsiyada obyekt. Muammo shundaki, obyektlarning qadrligi har xil bo'ladi. Bunaqa vaziyatda olamiz. Masalan, qaysi liniyani T1ni bizgani yaxshiroq, mid lanemi yoki chetdagi liniyalar? Birinchi qarashda ularning hammasi bir xil bo'ladi, lekin ulardan keyingi bashniyalarning qadri har xil bo'ladi. Ularning nomlari tashqi, ichki va основной, lekin bizning tilda T1, T2, T3. Eng muhim T1, T2 mid lane bo'ladi, chunki layinda yo'nalish beradi va lesni himoya qiladi. Agar sizlar mid lane'dagi T1, T2 bashniyalar yo'q bo'lsa, ehtiyot bo'linglar, chunki sizlarni mideringlar bilan roaminglarga rotatsiya qilish qiyinroq bo'ladi. Sizlarni strelokinglar va experinglar oson mo'ljal bo'lib qoladi. Lesnikilarga les tozalash qiyinroq bo'ladi. Dushman lesniki esa sizlarni buffinglarni o'g'irlay oladi.
Lekin chetdagi T3lar middagi T3dan ancha muhimroq bo'ladi. Va agar gold linedagi bilan X linedagi T3 buzilgan bo'lsa va katta minyonlar chiqib kelsa, dushmanni liniyalar tozalash qiyin bo'ladi va sizlar lordni olishingiz ancha oson bo'ladi. Lekin middagi T3 buzgan bo'lsa, sizlarga ancha qiyin bo'ladi, chunki o'tni liniyasi ancha qisqa bo'lganiga qaraganda sizlar kriplarni stop qila olmaysizlar va dushmanga esa farm qilish ancha osonroq bo'lib qoladi kuchli kriplardan. Ancha ko'proq oltin tushadi. Shunaqa qilib javobi oddiy. T1, T2 midda bizgani yaxshiroq, T3 esa chetdagi liniyalarda. Agar biz savolni o'zgartirsak-chi, bu holatda sizda 5 ta variant bor tanlay oladigan. Bashnani galdasini olish, bashnani buzish, kriplarni o'ldirish, dushmanni o'ldirish yoki krabni olish. Lekin biza birinchi bo'lib qaysi birini qilishimiz kerak? To'g'ri prioritet bunaqa bo'ladi. Agarda siz o'ldirishingizga 100% amin bo'lsangiz, birinchi o'rinda dushmanni o'ldirish. Keyin bashnani goldini buzish, undan keyin esa kriplar va minyonni olish. 4-o'rinda esa dushmanni o'ldirish. Shansilar prosta ko'p bo'lsa 100% bo'lmasa ham. Faqat keyin esa dushmanni bashnasini butunlay buzish bo'ladi. Midda bo'lsangiz esa 3-o'rinda bashnani buzish bo'ladi. Chunki kontrol karteli ochiladi. Mana nima uchun MPL o'yinchilari o'tda turadi. Yutishingiz aniq bo'lmagan duelda urushgandan ko'ra 100% garantiyalik oltin olganingiz yaxshiroq. Tasavvur qilamiz, siz dushmanni o'ldirdingiz va pachkani tozaladingiz. Bu vaziyatda har safar ham bashnani olish yaxshi variant bo'lmaydi. Prosta qancha oltin olish hisoblab chiqing. Agarda sizlar bashnani buzsanglar, Общий 200 ta almas o'limdan, 200 ta almas kriplardan va 110 ta almas bashnadan olasiz. Общий hisobda 510 ta oltin chiqdi. Lekin sizlar bashnani sindirib qo'ygan bo'lsangiz, dushman kelib pachkadan 140 ta oltin oladi va uni 510 dan olib tashlaymiz, shunda 370 ta foyda chiqadi. Lekin sizlar bashnani buzish o'rniga krab olsangiz, sizlar 200 ta oltin o'lim uchun olasizlar va 200 ta oltin krab uchun olasizlar va dushman esa hech narsa ola olmaydi, chunki bashni kripni o'ldirib tashlaydi. Shunaqa qilib sizlar expada 400 ta oltin oldinda bo'lasizlar, gold line desa 460 ta, chunki krab oltin beradi. Shu joyda bashnani oltini yo'q bo'lganiga e'tibor beringlar va minyonlar push qilishni davom etayapti. Chunki agar bashnani oltini qolgan bo'lsa, bashnani oltinni olgan yaxshiroq krabdan ko'ra. Agarda kriplarning joni kam qolgan bo'lsa, bashnani prioritetga qo'yib bashnani bizga yaxshiroq. Chunki kriplar bashnadan o'lib ketadi, dushman kelib bashnani ham ola olmaydi, kriplarni ham ola olmaydi. Imkonimiz bo'lganda birinchi kriplar bilan push qilib olish, ya'ni hozirgi qo'llagan taktikamiz hard push deb ataladi. Yanada shu taktikani butunlay teskarisi bor. Slow push deb ataladi. Kriplarni ikkitasini o'ldirib, sekin o'zi bashnalarni buzib ketish qachon yaxshi qo'llaniladi? Liniyamiz obyektdan противоположный tarafda, ya'ni черепаха u tomon, bu tomonda slow push. Hard push va slow push bu liniyani push qilish uslubi, bashnani emas. Biz bashnani push qilishni o'rganishimizdan oldin sizlar shu pushlarni yaxshilab tushunganlarga amin bo'linglar. Hozir o'rganib chiqqan hamma makro elementlarimiz birning foydasi bo'lmaydi agarda siz to'g'ri fight qilishni bilmasangiz. Baxtimizga komandning bo'yi 3 ta dona strategiya tiplari bor. Biz perexvat strategiyasidan boshlaymiz. Ya'ni komandadan ajralib ketgan dushmanlarni o'ldiramiz. Oddiy holda 3 ta bo'lib boramiz. Qolgan 2 ta komandadoshimiz esa bu payt farm qilayotgan bo'ladi. Bu usul qachonki biz farmni orqada qo'yayotgan bo'lsa yordam beradi. Perexvat strategiyaga qarshi gruppovoy strategiyaga qarshi qo'ysa bo'ladi. Ya'ni komandalar 5-5 urushga tayyorlanayotganda bu qachon ishlaydi? Qachonki sizlarning komandalar oldinroqda bo'lsa, ya'ni fightda yutib chiqadigan darajada bo'lsa. Lekin gruppovoy strategiyaga qarshi biz split push strategiyasini qarshi chiqasak bo'ladi. Bu strategiyaga fight ketayotganda komandangizning bir a'zosi solo push qilib ketish kerak. Bu komandangiz komandning boydan qochayotganda va orqada qolayotganda foydali bo'ladi. Lekin split push qilayotgan geroyning mobilizmi ko'p bo'lishi kerak. Masalan, Sun, Link, Aus. Hozir aytib chiqqan hamma strategiyami maqsadi bir, dushmanni bashnasini buzish. Muammo shundaki, ko'pincha o'yinchilar bashnani noto'g'ri buzadi va shunda bashnani himoyalash oson bo'lib qoladi. Mana nima uchun sizlar bashnani ham to'g'ri buzishni o'rganishingiz kerak, faqat liniyani emas. 18-minutdan oldin 3 ta liniyaga pushni ishlatinglar. Maqsad hamma liniyani birga buzish. Dushmanni chalkashtirib, qaysi liniyani himoya qilishni bildirmay qo'yish. Mana buni usuli Lord paydo bo'lish bilan, explain bilan gold lane'ni hard push qilasizlar. Midda esa slow push bilan sekin olib borib turasizlar. Minyoninglar bakoy liniyaga shu joyga kelishi bilan hamma yonni hard push qilib birga buzib ketishga harakat qilamiz. Lekin 18-minutdan keyin Lord evolyutsiya bo'ladi va shunda butun komandalar bilan bitta Lord bilan ketasizlar. Nega? Chunki Lord
karta oldida tursanglar, u kamroq uron oladi va shunaqa qilib push qilib yutishga harakat qilasizlar. Hozirgacha biz ustunlik olish uchun makro o'yin haqida gaplashdik, lekin haqiqiy o'yinda hammasi bunchalik oson o'tmaydi. Bir xillarda makroni orqada qolib ketmaslik uchun ishlatishadi. Masalan, shu videodagi. Dunyodagi eng kuchli komanda Filippinskiy Liquid'lar indoneziyskiy Onyxlarga prosta cherepahani berib yubordi. Chunki cherpaha olishga harakat qilishi foydasi yo'q edi. Bundan oldin JP razmensiz solo o'lib ketdi. Bu degan cherepahada jang 4 ga 5 bo'lib qoladi. Bekorga yutqizilgan faytdan ko'ra Liquid'lar obyektni berib yubordi. Shunaqa qilib Liquid'lar o'ziga preimуществoni saqlab qo'yib o'yinni yutdi. Bu solo igroqlarga ham tegishli. Agar sizlarning komandanglardagi a'zolar prosta solo o'lib ketsa, ularga harakat qilmanglar yoki lesnik borib cherepaha smayt qo'shib bo'lib o'lib ketsa, bekorga tiqilmanglar. Sizlar bekorga zararga qolib ko'proq minusda bo'lgan bo'lasizlar. Afsuski, bu hamma bilish kerak bo'lgan bazaviy makro elementlar, ya'ni hamma bilish kerak bo'lgan oson elementlar. Bu videoni chiqargan o'zini avtor kanalida har bitta rolga alohida videolar bo'ladi. Agar sizlar mana shu videolarni boshqatdan qaytarib, hammasini tarjima qilib chiqishimni xohlasanglar, menga obuna bo'lib, podpiska bosinglar.